Erkak nima istaydi, ayol nima istaydi degan mavzu rosa trendga chiqdi. Aslida erkak ham, ayol ham bir-biridan ko'p narsa istamaydi. Erkak ayolidan nima istaydi? Uni qabul qilishingizni, unga ishonishingizni, uni tushunishingizni, uni qadrlashingizni istaydi. Ishdan kelgan vaqt unga tinch muhit yaratib berishingizni istaydi. Ijtimoiy tarmoqdagi ideal erkaklarga solishtirmasdan sizning qahramoningiz ekanligini his qildirishingizni istaydi. Shunda u haqiqiy erkakka aylanadi. Ayol erkakdan nima istaydi? Ayol unga e'tibor berishingizni, uni asrashingizni, mehr berishingizni, tez-tez sevaman deb turishingizni istaydi. Va albatta erkaklik vazifalarini uni zimmasidan olishingizni istaydi. Ana o'shanda ayol haqiqiy ojiza va mo'jizaga aylanadi. Aziz ayollar, juftingizdan siz yana nimalar istaysiz? Albatta yozib keting.